Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. 2026 yilda pensiya bo'yicha o'zgarishlar kimga foyda beradi? Kimga deyarli hech narsa qo'shilmaydi? Kim o'zi pensiyam kamayib qoldimi deb hayron bo'lishi mumkin. Bu mavzu faqat pensionerlarga emas, hozir ishlayotgan, yaqin ilk 2 yilda pensiyaga chiqadigan, ota-onasining pensiyasini tekshirayotgan har bir oilaga tegishli. Eng katta muammo shundaki, odamlar ko'pincha televizorda yoki internetda pensiyalar oshdi degan xabarni ko'radi. Lekin bank kartasiga tushgan pulni qarasa, biriga 300 ming so'm qo'shilgan, boshqasiga 100 ming so'm. Yana kimdir esa menga atigi bir necha ming so'm qo'shilibdi deydi. Mana shu adolatsizlikka o'xshagan holat aslida qanday hisob kitobdan kelib chiqishini men bugun oddiy tilda tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men kimlar albatta pensiyasini qayta tekshirtirishi kerakligini, qaysi hujjatlar pulingizni oshirib berishi mumkinligini va qaysi xatolar sabab odamlar yillar davomida kam pensiya olib yurganini aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar bir kun emas, butun umr davomida pulingizga ta'sir qiladi. Men avvalo bitta narsani aniq aytib qo'yaman. Pensiya masalasi odamlarni eng ko'p chalg'itadigan narsa bu oshirish va qayta hisoblash tushunchalarini aralashtirib yuborishdir. Pensiya oshirilishi deganda davlat tomonidan umumiy indeksatsiya, ya'ni hamma pensiyalarga ma'lum foiz yoki ma'lum tartibda qo'shimcha berilishi tushuniladi. Qayta hisoblash esa sizning shaxsiy ish stajingiz, ish haqingiz, hujjatlaringiz, imtiyozlaringiz yoki avval kiritilmagan davrlar hisobiga pensiyangizni individual ko'rib chiqishdir. Oldin ko'p odamlar faqat bitta narsaga qarardi. Prezident qarori chiqdi, demak pensiyam shuncha foiz oshadi. Lekin amalda hammaning pensiyasi bir xil ko'paymasdi. Nega? Chunki pensiya tarkibi bir xil emas. Kimdadir asosiy pensiya bor, kimdadir ustama bor, kimdadir nogironlik bo'yicha qo'shimcha bor. Kimdadir boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bor. Kimdadir eng kam pensiyaga tenglashtirilgan to'lov bor. Shuning uchun xabarda pensiyalar oshildi deyilganda, bu har bir odamning qo'liga aynan bir xil pul qo'shiladi degani emas. 2026 yilga kelib odamlar ko'proq sezadigan o'zgarish shundaki, pensiya tizimida raqamlashtirish, hujjatlarni solishtirish, ish stajini elektron bazadan aniqlash, ish haqi bo'yicha ma'lumotlarni arxiv va soliq bazalari bilan tekshirish yanada kuchayadi. Bu nimani anglatadi? Agar sizning hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, ish stajingiz to'g'ri kiritilgan bo'lsa, maoshingiz tasdiqlangan bo'lsa, siz yutishingiz mumkin. Lekin hujjatlar orasida bo'shliq bo'lsa, ayrim yillar tasdiqlanmagan bo'lsa, ish haqi noto'g'ri olingan bo'lsa, pensiya kutilganidan kam chiqishi yoki oshirishdan deyarli foyda ko'rmasligi mumkin. Aynan shuning uchun odamlar pensiyalar kamaydi deb aytmoqda. Ko'p holatda pensiya qog'ozda kamaymagan bo'ladi. Lekin odamning kutgani bilan real tushgan pul o'rtasida katta farq bo'ladi. Masalan, kimdir hamma pensiya 12% oshadi deb o'ylaydi. U 1 million 500 ming so'm olgan bo'lsa, 1 ming so'm qo'shilishi kerak deb hisoblaydi. Lekin uning pensiyasining bir qismi indeksatsiyaga tushmagan qo'shimcha, bir qismi avval kompensatsiya, bir qismi alohida tartibdagi to'lov bo'lsa, real qo'shimcha takami ming yoki 100 ming so'm bo'lishi mumkin. Odam esa buni kamaytirishdi deb qabul qiladi. Endi men sizlarga eng muhim qismini aytaman. 2026 yilgi o'zgarishlarda eng ko'p e'tibor berish kerak bo'lgan birinchi toifa bu ish staji to'liq tasdiqlanmagan pensionerlar. Masalan, odam 35 yil ishlaganman deydi. Lekin pensiya jamg'armasi bazasida 28 yil ko'rinadi. Qolgan 7 yil qayerda? Balki korxona yopilgan, arxivga topshirilmagan, mehnat daftarchasida muhrni aniq, buyruq raqami yo'q, lavozim nomi tushunarsiz yozilgan. Mana shu 7 yil tasdiqlanmasa, odam pensiyadan katta yo'qotadi. Misol keltiraman. Hasan aka 1995 yildan 2020 yilgacha turli qurilish tashkilotlarida ishlagan. O'zi hisoblaganda 35 yil staj bor. Lekin pensiya tayinlashda 30 yil tan olingan. Sababi 1994-1999 yillardagi korxona hujjatlari arxividan topilmagan. Hasan aka bunga e'tibor bermagan. Mayli shuncha ham bo'laveradi degan. Lekin 2026 yilda pensiya qayta tekshiruvlari kuchayganda u arxivdan qo'shimcha ma'lumotnoma topib keltirsa, pensiyasi qayta hisoblanishi mumkin. Bu holatda unga oyiga 100 ming, 200 ming, hatto undan ko'proq qo'shilishi ehtimoli bor. Bu odam uchun yiliga 2 million yoki 2,4 million so'm degani. Ikkinchi toifa bu yuqori maosh olib ishlagan, lekin pensiya hisobida past maosh ko'rsatilgan odamlar. Juda ko'p insonlar.
Ayniqsa 1990 yillar va 2000 yillar boshida ishlaganlar real hayotda yaxshi maosh olgan, lekin hujjatda minimal oylik ko'rsatilgan. Pensiya esa og'zaki gapga qarab emas, hujjatga qarab hisoblanadi. Agar korxona rasmiy ravishda sizga kam oylik yozgan bo'lsa, pensiya ham past chiqadi. Bu yerda odam aybdor bo'lmasligi mumkin, lekin tizim hujjat so'raydi. Masalan, Dilbar opa 25 yil tikuvchilik seksida ishlagan. U men yaxshi ishlaganman, ko'p pul olganman deydi. Lekin hujjatlarda ish haqi juda past ko'rsatilgan. Pensiya tayinlanganda unga eng kam pensiyaga yaqin summa chiqqan. 2026 yilgi tartiblarda ham uning qo'liga katta qo'shimcha tushmasligi mumkin. Chunki pensiya formulasi uning rasmiy ma'lumotlariga bog'langan. Agar u sexdan yoki arxivdan haqiqiy ish haqi bo'yicha ma'lumot topa olsa, vaziyat o'zgaradi. Topa olmasa, indeksatsiya bo'ladi. Lekin minglab qo'shimcha kutish to'g'ri emas. Uchinchi toifa bu hozir ishlayotgan pensionerlar. Ko'pchilik shunday o'ylaydi. Men pensiyaga chiqdim, lekin ishlashda davom etyapman. Demak, har yili pensiyam avtomatik oshaveradi. Bu har doim ham shunday emas. Ishlayotgan pensionerning pensiyasi qayta hisoblanishi uchun uning qo'shimcha ishlagan davri, to'langan ijtimoiy soliq, rasmiy ish haqi va arizasi muhim bo'lishi mumkin. Ba'zi holatda odam 3 yil ishlaydi, lekin pensiyani qayta hisoblatmaydi. Natijada pul o'zi kelib qo'shilmaydi yoki kechikadi. Misol uchun Karim aka 2023 yilda pensiyaga chiqqan. Lekin 2026 yilgacha maktabda qorovul bo'lib ishlagan. U rasmiy ishlagan, maoshidan barcha to'lovlar ketgan. Agar tartib bo'yicha qo'shimcha staj hisobga olinishi mumkin bo'lsa, u pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, qayta hisoblashni so'rashi kerak. Agar murojaat qilmasa, bazada bor ma'lumotlar ham amaliy natijaga aylanmay qolishi mumkin. Men doim aytaman, pensiyada jim yurish ko'pincha pul yo'qotish demakdir. 4-toifa bu boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu yerda ham odamlar ko'p chalkashadi. Masalan, oilada marhum otaning ish staji, rasmiy maoshi, qaramoqdagilar soni, bolalarning yoshi, o'qish holati hammasi ta'sir qiladi. Agar bola mingtaki yoshga to'lgan bo'lsa, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, ayrim holatlarda to'lov davom etishi mumkin. Lekin o'qish ma'lumotnomasi vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtashi yoki kamayishi mumkin. Odamlar buni pensiyani kamaytirishdi deb o'ylaydi. Aslida esa hujjat yangilanmagan bo'ladi. 5-toifa bu nogironlik pensiyasi yoki nafaqa oluvchilar. Bu yerda tibbiy mehnat ekspertiza xulosasi, nogironlik guruhi, muddati, qayta ko'rik sanasi juda muhim. Agar nogironlik guruhi o'zgarsa, pensiya miqdori ham o'zgarishi mumkin. Masalan, 2 guruhdan 3 guruhga o'tkazilgan inson avvalgi summani kutadi, lekin qonuniy hisob boshqa bo'ladi. Yoki nogironlik muddati tugab qayta ko'rikdan o'tish kechiksa, to'lovda uzilish bo'ladi. Bu hamma kamayish emas, lekin odam uchun real daromad pasayishi sifati seziladi. Endi kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Birinchidan, ish staji to'liq elektron bazada bor. Maosh ma'lumotlari rasmiy. Pensiya tayinlanganda barcha hujjatlar to'liq kiritilgan pensionerlar. Ikkinchidan, eng kam pensiya miqdoriga bog'langan to'lov oluvchilar. Agar davlat eng kam miqdorlarni oshirsa, odatda ular ham mos ravishda foyda ko'rishi mumkin. Uchinchidan, hujjatlari tartibli bo'lgan, avval ham pensiyasini qayta tekshirtirib olgan odamlar keskin yo'qotishdan kamroq xavotir olsa bo'ladi. Lekin men xotirjam bo'ling deganim umuman tekshirmang degani emas. Pensiya bu bir marta tayinlanib, umr bo'yi ko'rona ishonib yuriladigan narsa emas. Har bir pensioner kamida bir marta o'z pensiya ishini tekshirtirib ko'rishi kerak. Chunki bitta kiritilmagan yil, bitta noto'g'ri maosh ma'lumotnomasi, bitta imtiyozli davr hisobga olinmagani o'yga kichik ko'rinsa ham, yillar davomida juda katta pulga aylanadi. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Pensiya oshirilganda hamma qo'shimcha bir xil foizda oshmasligi mumkin. Chunki pensiyaning ichida turli tarkibiy qismlar bo'ladi. Asosiy qism ustama, kompensatsiya, alohida to'lov, ijtimoiy nafaqa, minimal miqdorgacha yetkazish mexanizmi bir-biridan farq qiladi. Siz kartaga tushgan umumiy summani ko'rasiz, lekin tizim ichida u bir nechta bo'lakdan iborat bo'lishi mumkin. Masalan, ikki pensionerning har biri 1.800.000 so'm olayotgan bo'lsin. Birinchi pensionerning pensiyasi to'liq ish staji va maoshi asosida shakllangan. Ikkinchi pensionerning summasi esa minimal darajagacha yetkazilgan. Ustiga kichik qo'shimchalar bor. Davlat ma'lum qismini oshirganda birinchisiga 1.000 so'm qo'shilishi mumkin. Ikkinchisiga esa 7.000 yoki 9.000 so'm. Ikkalasi ham bir xil summa olgan edi,
lekin oshish har xil bo'ldi. Odamlar aynan shu joyda nega qo'shnimga ko'p, menga kam deb norozi bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat, pensiya nominal kamaymasligi mumkin, lekin real hayotda kamaygandek seziladi. Narxlar oshsa, kommunal to'lovlar ko'paysa, dori-darmon qimmatlashsa, 100 ming so'mlik qo'shimcha odamga sezilmaydi. Shuning uchun pensioner menga hech narsa qo'shilmadi deydi. Aslida qo'shilgan bo'lishi mumkin, lekin xarajatlar undan tezroq oshgan bo'ladi. Bu iqtisodiy jihatdan real daromad pasayishi deyiladi. Men buni alohida aytyapman, chunki odamning hissiyoti ham haqiqat. Qog'ozda oshgan, lekin bozorda kuchi kamaygan. Uchinchi nozik jihat, qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ba'zi pensionerlar aliment, kredit ijro hujjati, ortiqcha to'langan pensiyani qaytarish, bank qarzi kabi sabablar bilan qo'liga kam pul olishi mumkin. Masalan, pensiya 120 ming so'mga oshdi, lekin ijro byurosi orqali 120 ming so'm ushlab qolindi. Kartaga atiga 30 ming so'm farq tushdi. Pensioner esa menga 30 mingina qo'shildi deydi. Aslida hisobda 170 ming qo'shilgan, lekin ushlab qolish bor. Buni bilish uchun pensiya bo'limidan yoki bankdan to'lov tafsilotini olish kerak. 4-nozik jihat, plastik karta, bank komissiyasi, eski qarzdorlik yoki boshqa avtomatik yechimlar. Hozir ko'p pensionerlarning kartasiga turli xizmatlar ulangan bo'ladi. SMS xizmati, kredit to'lovi, mikroqarz, kommunal avtoto'lov, qarindoshga o'tkazma, hatto firibgarlar ulab qo'ygan shubhali xizmatlar ham bo'lishi mumkin. Pensiya tushadi, lekin bir qismi darhol yechiladi. Odam pensiya kamaydi deb o'ylaydi. Men bunday holatda birinchi navbatda bankdan karta aylanmasini chiqarib olishni maslahat beraman. 5-nozik jihat, imtiyozli staj. Og'ir sharoit, zararli ishlab chiqarish, pedagogik yoki tibbiy faoliyat, harbiy xizmat, bola parvarishi, mehnatga layoqatsizlik davrlari kabi masalalarda alohida qoidalar bo'lishi mumkin. Lekin bu davrlar avtomatik hisobga olinadi deb o'ylash xato. Har bir davr hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Masalan, ayol kishi bolani parvarish qilgan davrini stajga kiritish masalasini tekshirtirmagan bo'lsa, ayrim yillar hisobdan chetda qolgan bo'lishi mumkin. Yoki erkak kishi harbiy xizmat qilgan, lekin harbiy bilet nusxasi pensiya ishiga kiritilmagan bo'lishi mumkin. 6-nozik jihat, familiya, ism, tug'ilgan sana bo'yicha xatolar. Bu mayda ko'rinadi, lekin pensiya ishida juda katta muammo qiladi. Mehnat daftarchasida Abdullayeva yozilgan, pasportda Abdullayeva bo'lsa, arxiv ma'lumotnomasida otasining ismi boshqacha yozilgan bo'lsa, tizim bu hujjatni darhol qabul qilmasligi mumkin. Odam esa mening stajimni hisoblashmadi deydi. Bunday holatda tuzatish, tasdiqlash, ba'zan sud orqali hujjatning tegishliligini aniqlash talab qilinadi. 7-nozik jihat. Pensiyaga yaqinda chiqadiganlar uchun eng muhim davr oxirgi yillar emas, balki rasmiy daromad va to'liq stajdir. Ko'pchilik pensiyaga chiqishimga 2 yil qoldi. Endi yuqori maosh olsam, pensiyam juda oshadi deb o'ylaydi. Bu har doim ham yetarli emas. Pensiya hisobida qaysi davr ish haqi olinishi, qanday cheklovlar borligi, qaysi ma'lumotlar qabul qilinishi muhim. Shuning uchun pensiyaga chiqishdan oldin kamida 6 oy yoki 1 yil avval hujjatlarni yig'ishni boshlash kerak. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, pensiyangiz bo'yicha to'liq ma'lumot oling. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling yoki mavjud elektron xizmatlar orqali pensiya miqdori va tarkibi haqida ma'lumot so'rang. Siz faqat qancha olaman hisoblangan, necha yil staj olingan, qaysi ish haqi davri hisobga kiritilgan, qanday ustamalar bor deb so'rashingiz kerak. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni tekshiring. Unda ishga kirgan va ishdan chiqqan sanalar aniqmi? Muhrlar o'qiladimi? Buyruq raqamlar bormi? Korxona nomi to'liq yozilganmi? Tuzatishlar bor yo'qligini ko'ring. Agar tuzatish bo'lsa, u tasdiqlanganmi? Agar muhr xira bo'lsa, arxivdan qo'shimcha ma'lumotnoma olishga harakat qiling. Mehnat daftarchasi pensiyada asosiy hujjatlardan biri, lekin u yagona hujjat emas. Arxiv ma'lumotnomasi ko'p holatda sizni qutqaradi. 3-qadam, arxivga murojaat qiling. Agar siz ishlagan korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari tuman, shahar yoki viloyat arxiviga topshirilgan bo'lishi mumkin. Arxivga ariza yozganda, falon yillarda falon korxonada ishlaganligim, lavozimim, ish haqi ma'lumotlari va buyruqlar asosida ma'lumotnoma berishingizni so'rayman deb aniq yozing. Faqat ma'lumot bering demang. Qaysi yillar, qaysi korxona, qaysi lavozim, qaysi bo'lim ekanini yozing. Agarki hujjatlarda familiyangiz boshqacha bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki ism o'zgargani haqidagi hujjatni ham ilova qiling.
To'rtinchi qadam, ish haqi ma'lumotnomalarini alohida tekshiring. Pensiyangiz past chiqayotgan bo'lsa, staj bor, lekin maosh past olingan bo'lishi mumkin. Siz ishlagan korxona yoki arxidan ish haqi bo'yicha ma'lumotnoma so'rang. Unda oylar kesimida maosh, lavozim davr ko'rsatilgani yaxshi. Agar ma'lumotnoma umumiy va noaniq bo'lsa, pensiya bo'limi uni qabul qilmasligi yoki to'liq hisobga olmasligi mumkin. Hujjat aniq bo'lsa, natija shuncha yaxshi bo'ladi. 5-qadam, agar pensiyangiz oshgan bo'lsa, lekin kartaga kam tushgan bo'lsa, darhol bankdan hisob varaq aylanmasini oling. Qaysi kuni qancha pensiya tushgan, qaysi summa yechilgan, qanday ushlab qolish bo'lgan, kredit yoki boshqa to'lov ketganmi, hammasini ko'ring. Shundan keyin pensiya jamg'armasidan to'lov vedomosti yoki pensiya hisob kitobi bo'yicha tushuntirish so'rang. Bankdagi kam tushumlar pensiya hisobidagi summa bir xil narsa emas. 6-qadam, rasmiy ariza yozing. Og'zaki bo'lib nega kam deb so'rash yetarli emas. Siz yozma ariza topshiring. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin: menga tayinlangan pensiya miqdorini qayta tekshirib berishingizni, ish stajim, ish haqi ma'lumotlarim, ustamalar va indeksatsiya qo'llanilishi bo'yicha yozma tushuntirish berishingizni so'rayman. Arizangizdan nusxa olib, qabul qilingan sana va raqamni oldiring. Chunki yozma murojaatga yozma javob bo'ladi. 7-qadam. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori tashkilotga murojaat qiling. Avval tuman yoki shahar bo'limi, keyin viloyat boshqarmasi, zarur bo'lsa tegishli vazirlik yoki sud tartibi mavjud. Men har doim tinch, hujjatli va qonuniy yo'lni maslahat beraman. Baqirish, janjal qilish, xodim bilan tortish foyda bermaydi. Sizda hujjat, ariza, javob, dalil bo'lsa, masalani hal qilish ehtimoli yuqori bo'ladi. 8-qadam. Pensiyaga hali chiqmaganlar hozirdan tayyorgarlik ko'rsin. Pasport ma'lumotlaringiz, mehnat daftarchangiz, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi ma'lumotlari hammasini bitta papkaga yig'ing. Hujjatlarni skaner qilib, telefonda va fleshkada saqlang. Korxona yopilib ketgandan keyin hujjat topish qiyinlashadi. Bugun bor korxona ertaga bo'lmasligi mumkin. 9-qadam. Ota-onangizning pensiyasini tekshirib bering. Ko'p keksa insonlar huquqini talab qilmaydi. Shu ham yetadi deb yuraveradi. Lekin bitta tekshiruv natijasida oyga 7 ming so'm qo'shilsa, bu bir yilda 1.800.000 so'm bo'ladi. 2-3 yilni o'ylasangiz, bu juda katta pul. Ayniqsa dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lovlar qimmat paytda har bir so'm ahamiyatli. 10-qadam, internetdagi shov-shuvli xabarlarga ko'r-ko'rina ishonmang. Hammaga 500 ming qo'shiladi. Pensiyalar kamaydi. Falon sanadan hamma qayta hisoblanadi degan gaplarni eshitsangiz, manbasini tekshiring. Qaror raqami bormi? Rasmiy hujjat bormi? Qaysi toifaga tegishli? Kuchga kirish sanasi qachon? Ijro tartibi qanday? Pensiya masalasida mish-mish odamni noto'g'ri qarorga olib keladi. Men sizlarga doim hujjatga qarang, hisob kitobga qarang. Shaxsiy pensiya ishingizni tekshiring deyman. Bugungi mavzudan eng muhim xulosa shuki, 2026 yildagi pensiya o'zgarishlarida hamma bir xil pul olmaydi. Kimdadir minglab, 100 minglab so'm qo'shilishi mumkin. Kimdadir juda kam qo'shiladi, kimdir esa ushlab qolishlar. Hujjat yetishmasligi yoki noto'g'ri kutish sabab pensiyasi kamaygandek his qiladi. Asl masala shov-shuvda emas, sizning shaxsiy pensiya ishingizda. Staj to'g'rimi? Maosh to'g'rimi? Hujjatlar to'liqmi? Ustamalar hisobga olinganmi? Kartadan ushlab qolish yo'qmi? Men sizga maslahat beraman. Bugunoq hujjatlaringizni tekshiring. Pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling. Arxiv ma'lumotlarini yig'ing. Bank kartangizdagi harakatlarni ko'ring. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga yordam bering. Chunki ko'p odamlar bilmagani uchun emas, vaqtida tekshirtirmagan uchun pul yo'qotadi. Sizning pensiyangizga qancha qo'shildi? Haqiqatan ko'paydimi yoki kartaga kam tushdimi? Izohlarda yozib qoldiring. Men qaysi holatlarda nimalarga e'tibor berish kerakligini keyingi videolarda alohida tushuntiraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Pensiya, nafaqa, imtiyoz va hujjatlar bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni sodda tilda yetkazishda davom etaman.